Nima uchun hozirda 90-95% aql tishlari tortib tashlanadi? Hozir buning asosiy sabablari haqida gaplashamiz. Bundan bir necha yuz yillar ilgari aql tishlari hozirgichalik muammoli patologik holatda bo'lmagan. Sabablardan asosiylari, birinchidan, ilgarilari bolani to'liq holatda 2 yoki 2,5 yoshgacha tabiiy ko'krak suti bilan oziqlantirishgan. Shu sababli jag' mushaklari ishlashi natijasida og'izda manfiy bosim hosil bo'lib, yuqori va pastki jag'lar normada rivojlangan, o'sgan. Hozirda esa ko'pincha qo'shimcha ozuqalardan foydalaniladi. Bu esa birinchidan bolaga kalsiy yetishmovchiligi, ikkinchidan esa jag' mushaklarining, jag' suyaklarining to'liq holatda rivojlanmaganligi sababli jag'da yetarlicha joy bo'lmaydi. O'z-o'zidan oxirgi chiqadigan tish bu aql tishi, 8-tish. Unga joy yetarli bo'lmagandan keyin esa u xohlaganday holatda pozitsiyada chiqishi mumkin. Ikkinchidan esa ozuqa moddalarining oldingiga nisbatan juda ham yumshoqlashib ketganligi. Chunki qattiq ozuqa chaynayotganda boya aytganimizdek, jag'lar, mushaklar yetarlicha ish bajaradi. Yumshoq ozuqa bilan oziqlanganda esa mushaklar yetarlicha kuch bilan ishlamaganligi evaziga jag'larda o'sish, rivojlanishda orqada qolishlar kuzatiladi.